Assalomu alaykum hammaga. Robototexnika bo'yicha musobaqamiz yakunlandi. Endi baholashga o'tamiz. Hozir har bir proyektni gruppalarning oldiga borib ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi komandamiz Shohjahonning gruppasi Future Makers degan nom, komandaning nomi. Birinchi proyektimiz Xo'p. Suhrob o'quvchimizning ismi. Hop, parking, ya'ni parkovka qilganlar. Suhrob shu haqida tushuntirib berasiz. Nima qildingiz? Qanaqa ishlaydi bu proyektingiz? Shu haqida gapirib bering. Ishlatib ko'rsatib berasiz. Bu NFC orqali mashina kiradi, servomotor ishini ochadi. Mashina kiradi, shlagbaum ochildi. Knopkani bosganda mashina chiqib ketadi. Shlagbaum ochiladi. Keyin yopiladi. Bu yerda chiqayotganini ayiradi, kirayotganini qo'shadi. Yashil bilan qizil yonadi. Kirganda yashil yonadi. Shlagbaum ochildi. Yashil dedi yondi. Bu LCD. LCDda yozuvlar chiqib turadi. Knopkani bosganda chiqish ruxsati LCD. Joylar 3 ta. 4 ta edi, bitta ayirdi. Bu aqlli musorchilik. Mana ishlashi. Baklash musor solindi. Ishi yopiladi. Cheli qopqog'ini. Keyingi proyektimiz Shohjahonning gruppasidan Firdavs proyekt haqida gapirib bering. Nima qildingiz? Bu parkovka. Ikkita knopkasi bor. LCD, shlagbaum. Birinchi knopka bosilganda shlagbaum ochiladi, mashina kiradi. Bu yerda 4 ta joydan 3 ta joy qoladi. Ikkinchi knopkani bosilsa, mashina chiqadi, shlagbaum yopiladi, 4-chi joy qo'shiladi. Bu LCD ekrandagi chiqayotgan yozuq parkovkadagi joy ko'rsatadi. 4 ta joy bor. Knopkani bosganimizda ochiladi, mashina kirsa 3 ta bo'ladi joy. Chunki ichida bitta mashina kirdi. Ikkinchi knopkani bosiladi, mashina chiqadi, 4 ta joy bo'ladi. Yaxshi. Keyingi bu ham Shohjahonning gruppasi. Aqlli uy proyekti. Bu uy agar yomg'ir yog'sa kirlarni pana joyiga olib qo'ya oladi va pult orqali bu uyda eshikni ochib yopsa bo'ladi va svetni o'chirib yoqsa bo'ladi. Proyekt qisqich deb nomlanadi. Bu proyektda qisqich davleniya yordamida ishlatiladi va har xil buyumlarni har xil joyga olib qo'yish imkoniyatiga ega. Keyingisi yana Shohjahonning gruppasi. Menimcha pilisos. Bu mini pilisos. Bu hozirchalik kichkina narsalarni tortyapti. Mana. Keyin bunga kam narsalar ishlatdim. Ismli batareyka и motor. Keyin bu yerda ko'prigim bor, mini. Buni tagidan kattaroq narsalar o'tsa bo'ladi. Shpris bilan boshqarsa bo'ladi. Mana. Xo'p, keyingi siz ham Shohjahonning gruppasi. Bu siz nima qildingiz? Save qildingizmi? Ochib, yopib, ishlatib ko'rsatib beringchi bizga. Bu seyf ikkini bossa ochiladi, bir bossa yopiladi, plusi bossa qizil, minusi bossa aniqlanadi. Bunga nimalar ishlatganman? Servomotor, Arduino Uno, LED lampa va nima deydi, pult ishlatganman. Yaxshi. Keyingisi aqlli uy. Bahodir gruppasi, Bahodir o'quvchilari aqlli uy. Bu aqlli uy. Bunda servomotor, keyin watt sensor ishlatganmiz. Ichida Arduino bilan 9 vatli batareya. Unga suv tegsa, kirlarni olib qoladi yoki suvni olib tashlab yomg'ir tugasa, u ochiladi yana. Keyin komandamiz Umidni gruppasi. Birinchi proyektimiz. Какой проект? Сможете объяснять, что вы использовали и какие там? Мы использовали, чтобы сделать макет, картон. Ага. Такие деревянные палочки от мороженого. Используйте это. Из устройств мы использовали ультрасоник. Хорошо. Могу я использовать этот проект? Да.
Ha, sudada. Mana parkovka ekan, bu ham boshqacha variantda mana. Ochiladi, yopiladi, mashinalarni olib kirsa bo'ladi. Xo'p, keyingi proyektimiz, bular ham ko'p proyekt qilishgan. Hozir bitta ishlatib ko'rsatib berishadi shu proyektlarning hammasini. Xo'p, какой? Mashina. Mashinani bitta ishlatib ko'rsak bo'ladi? Xo'p, mashinamiz bizning vazifasi, ya'ni to'siq ko'rganda mana bu ultrasonik yordamida qayrilish kerak bo'ladi. Mana. Ha, devol ko'rganda o'sha yuradi. Mana mashinamiz. Yaxshi. Xo'p. Natijalar aniq. Hozir biz e'lon qilamiz, qaysi komanda yutganini. Xo'p. Future Makers'lar birinchi o'rinni olishdi. Shohjahonning gruppasi hamma ko'rib turdinglar, kim qanaqa proyekt qilganini, natijalarni e'lon qildik. Shohjahonning gruppasi, mana proyektlarning hammasi shu gruppa g'olib bo'lishdi. Qani bitta qarsak chopib qo'yamiz hammamiz birgalikda. Xo'p, endi sertifikatlarni topshiramiz. Birinchi sertifikatlarni beraylik. Birinchi. Xo'p, Samir. За хорошее участие, хорошо? Старание. Bu. Imronbek. София. Вам тоже за хорошее участие. Keyingi gruppa. Arslanbek. За хорошее участие. Sobir. Timur Sobir. Xo'p, mana sizga. Abdurahmon sizga. Abdurazzoq sizga. Xo'p, keyingi gruppa. Xo'p, Yusufbek. Yaxshi qatnashganingiz uchun gap yo'q. Bundan da yaxshi proyektlarni qilasizlar hali. Azizbek Husanov sizga. Islom. Siz Isrojiddin Usmon Siddiqov sizga. Endi g'oliblarga topshiramiz. G'oliblar bu yoqqa chiqsanglar ham yaxshi bo'ladi. Firdavs Zokirjonov. Qani? Mana bu sizga. Xo'p. Zokirjon Mahmudjonov. Harakatizga. Xo'p, Humoyun. Humoyun. Shuncha kutishganiga yarasha birinchi o'rin. Xo'p, Suhrob. Mana bu sizga, bu sizga. Savollarni topshirdik. Ko'rdinglar? Keyingi safar ham musobaqa bo'ladi. Bir 15 kundan keyin qilsak kerak yoki 20 kundan keyin. Qanaqa harakat qilishi tushundinglar? Ko'rdinglar, qanaqa proyektlar qilingan, qanaqa natijalar bo'lgan, ko'rinib turibdi, mehnat qilingan, bolalar harakat qilgan. Keyingi safar ham musobaqada shunaqa qattiq harakat qilishinglarni tilab qolamiz. Rahmat hamma uchun, kelganinglar uchun. Sog' bo'linglar.